Kundagi tuyoq va og'iz kasalliklariga juda katta muammo bo'layapti. Mana veterinarimiz kelganlar, Shaboz. Assalomu alaykum Shaboz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Hozirgi kunda og'iz yara, tuyoq kasalliklariga eng yaxshi effekt beradigan dorilarimizdan biri bu. Birinchi navbatda isitmani tushirib, yallig'lanish to'xtatishga Melaxskam dorisi. Bu juda effekti yaxshi, og'riq kamaytirib, yallig'lanishlar to'xtagandan keyin mol avtomatik ovqatga kiryapti. Hozirgi kunda ishlatadiganimiz. Antibiotikka Kamaxi, ikkilamchi infeksiyani o'ldirishga shularga yaxshi effekt beryapti. Undan keyingisi ketoprofen. Ketoprofen dorimiz tuyoqlar og'riqdan oqsab qolganda, keyin yallig'lanish, ishiklar bo'lganda o'shanga ketoprofen dorisini ishlatyapmiz. Ham effekti yaxshi beryapti. Spreylarimizdan Limaxin sprey eng zo'rimiz, yaxshi effekt berayotganlardan. Limaxin spreyni bir kunda 2 mahal ertalab kechqurun ishlatyapmiz hozirgi kunda. Acidivet, aslida 2. Buni ham tuyoqqa ishlatyapmiz bir kunda 2-3 mahal. Vitamin, Butasal, Yollandiya. Molni immunitini kuchaytirib, ishtahalarni ochish uchun Butasal preparatidan qo'llayapmiz. Shular bilan nasib bo'lsa mollarni tezroq yaxshi qilish mumkin. 3 kun, 5 kunda uzog'i. Xo'p, Shaboz bizani veterinar vrachimiz bo'ladi. Shaboz telefon nomerlaringizni qoldirsangiz, agar kim yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqsa bo'ladi. 93lik 93lik nomerimiz 341 98 61. Aha. Past nomerlarini qoldiramiz. Kimga vet vrach xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kattaqo'rg'on shahar bo'ylab